Nigor opajon, rahmat sizga. Juda ko'p joyga bordim. Doktorlar pachchag'im chiqarib tashladi. Faqat udan garmon bergan, oshqozonlarim yara bo'lib ketdi. Umuman effekt olmadim. Faqat dori ichdim, effekt yo'q. To'pgan pulim hammasi havoga uchib ketdi. Sizga mingdan ming rahmat. Bir marta nimadan lecheniyalardan bir oyda уже сразу effekt keldi. Men suratsam keldi, ancha tetikman. Xudoga ming marta shukr, bu yerda bafkalar berdi. Juda yaxshi narsa ekan. 10 yil hayz kelmagan. Biza oddiygina narsalar bilan chiqazib berdik. Bu Fitline'ni berdim. Fitline haqiqatda dahshat narsa. Rahmat sizga. Aytganlarimni qildilar. Juda ham mazalari yo'q edi. Bir oyda shunaqa rezultat, ya'ni sifatli bedabafka to'g'ri garmon ham berdim, lekin kichkina dozada berdim. Oldingi doktorlar juda katta dozada bergan bo'lsalar, biz kichkina dozada berdik. Nasib qilsa davom ettiramiz. Sizga ham minnatdorman. Hamma ishlarni qilganingiz uchun. To'g'risiga shukur, Nigor opa, rahmat. Sog' bo'ling, rahmat.